chiqmoqchimizda biz o'shani xohlasak tezlashib ketamiz. Lekin nimalarnidir qilmoqchi bo'lsak, o'sha bizni ustimizdan bosib turuvchi holatlar bo'ladi. O'shani xalos qilishcha hozir kichkinagina trening qilib o'tkazamiz. Sizlar uchun tayyorlaganman. O'sha agar bilsalaring pudel degan kuchukcha bor. Junlari qalin, suvga tushsa u og'ir bo'lib ketadi. Keling, o'zimiz tasavvur qilib ko'raylik. Junlarimiz ko'p, o'sha kuchukcha deb tasavvur qilib ko'ramiz. Hop. Va suvga tushdik. Qo'yamiz. Endi biz undan xalos bo'lishimiz kerak. Suvlarimizni to'kishimiz kerak. Erkin boshlaymiz. Birinchi, demak, o'ng qo'limizni suvga to'kamiz. Chap qo'limizni to'kamiz. Yaxshilab harakat qilamiz, yaxshilab. Endi oyoqlarimizni suvga to'kamiz. To'king. Bularga erkin qilmoqchilik. Bemalol. Oyoqlarimizni suvga to'kamiz. Yelkalarimizni suvga to'kamiz. Bo'yinlarimizni suvga to'kamiz. To'kamiz. Hamma joyimizga suvlarni yuvishimiz kerak. Biz og'irimiz qurishimiz kerak. To'kamiz. Yelkalarimizdagi, qo'llarimizga tez qattiq silkining. Yaxshi. Silkinaveramiz. Suvimiz qolmayaptimi? Yengimiz qilyapmizmi o'zimizda? Suvlarimiz qolmayaptimi? Qurishga harakat qilamiz. Siz yaxshilab harakat qiling. Bo'ylaringizni ham to'king. Yaxshi. Endi bir qattiq siltab olamiz. Ketdik. Qanday qo'ying? Yaxshi. Boshdan boshlaymiz. O'sha holatda harakat kimda tasavvur qila oldingizmi? boshqaga boshlaymiz. Kirishib olish uchun edi. Biz o'zimizga yana junbor, qanday kuchukcha his qilamiz. His qiling. Tasavvur qilyapsizmi? Suvga tushdingiz. Ketdik endi boshladik. O'ng qo'limizdan boshlab to'kamiz suvimizga. To'king. Chap qo'llarimizni to'kamiz. Tez harakat qilamiz. Oyoqlarimizni to'kamiz. Hamma joyimizni to'kamiz. Bo'yinlarimizni, kallalarimizni, hammasini to'kamiz. Tasavvur qilyapsizmi? Yaxshi. Endi bitta qattiq to'kamiz. Hech qanaqa yukimiz qolmadimi? Yaxshi. Qanday his qildingiz? Yaxshi. O'zim endi to'g'risi o'shanaqa treningga o'tayotgan o'quvchilar bilan alohida o'tishni aniq qilaman. Sababi bular ustozlar oldida cheklovlar, qanaqadir tortinishlar bo'laveradi.